Mening ko'p fikrlarimga ko'p odamlar qarshi bo'lishadi. Men bundan xafa emasman. Ba'zi bir narsalarni aytib qo'ymoqchiman. Masalan, qarindosh-urug'lar o'rtasidagi nikoh to'g'ri kelmaydi, begonalar bilan turmush quringlar degan fikrimga qarindosh-urug'lari bilan turmush qurganlarning ko'pi norozilik bildirishyapti. Aytib qo'yay, men oldingi oila qurganlar haqida gapirmadim. Oila quribsiz, farzandlar bor ekan, bemalol yashayvering. Bundan buyog'iga yangi oila qurmoqchi bo'lganlar albatta begonalar bilan turmush qurishlari zarur. Bu haqda ko'p aytdim. Endi yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bunda ham noroziliklar bo'lib qolyapti. Endi oilada farzand yo'q holatlar ham yuz berib qoladi. Shunda qarindosh urug'i, ya'ni akasining, opasi, singlisi yoki ukasining farzandini farzandlikka olish masalasi. Shu haqda aytganimda bunga ham norozilar bo'lib qolyapti. Aytmoqchimanki, shunaqa holat yuz bergan bo'lsa, qanday xohlagan bo'lsangiz, o'shanday holatda yashayvering, bolalarni tarbiyalayvering. Bundan buyog'iga to'xtatish kerak. Masalan, nima demoqchiman? Oilada farzand yo'q. Umid ham so'na boshlagan. Shunda bir farzand tarbiyasiga olinadi. Endi ana shu tug'ishganlarning farzandini olish ko'p ham to'g'ri kelmaydi deb hisoblayman. Chunki o'sha bolalarning ota-onasi bor, oilasi bor. Ular ota-ona mehriga zor emas. Shundoq ham. Demakki, ana shu oilada farzandi yo'q er-xotin mening fikrimcha yetim bolalarni, ota-onasi yo'q bolalarni o'z qaramog'iga olganlari har tomonlama foydali, savob bo'ladi. Chunki o'sha bolalar otaga, onaga, oilaga zor. Kutib turibdi ular. Demakki, ana shunday ota-onasi yo'q bolalarni o'z qaramog'iga olganlari eng to'g'ri yo'l deb hisoblayman. Chunki bolalarga ota-ona, oila nihoyat darajada zarur. Mana shu ularning orzu armonlari qoplangan bo'ladi. Endi qarindoshning farzandini tarbiyaga oladigan bo'lsa, ularning ota-onasi bor-ku. Hech qanday muhtojlik yo'q. Ana shuning uchun ham ana shu mehribonlik uylaridan bolalarni tarbiyaga olish kerak. Mana shuni bir chuqurroq o'ylab ko'ringlar.